Maza qilib bayramlarni nishonlab oldinglarmi? Biz bo'lsa hali ham remontimiz bilan olib boramiz. Katalog va trubalarni bo'yab olganimizdan keyin va nihoyat polga ham yetib keldik. Tarketni shunaqa rangini tanladik. To'g'risini aytsam, tarketni prosta olib qo'yamiz, lekin keyinroq yopishtiramiz deb o'yladik. Kechasi soat 12 da bitta ikkitasini qo'yib ko'ramiz deb ishni boshlab yubordik. Qarasangiz, shunaqa chiroyli chiqyapti. Qilayotgan ishimizga o'zimizning havasimiz kelib, o'zimizni to'xtata olmay qoldik. Shu bo'yi soat 4 gacha tarket bilan ovora bo'ldik. Shu pol bitmagunigacha ko'zimizga umuman uyqu kelmadi. Er-xotin birga ashula eshitib, gaplashib, tarketlarni joylab chiqib aytganimdek, polimizga umumiy 4 soat vaqtimiz keldi. Lekin natija bizga juda ham yoqdi. Sizlarga-chi yoqdimi? Bu xona bizga tajriba bo'ldi. Bu xonadan keyin endi bemalol boshqa xonalarni ham polini shunaqa tarket qila olamiz. Faqat boshqa xonalarga rangini, to'qrog'ini tanlamoqchimiz. Aytgancha bolalarimizning xonasiga mebel va matraslarni tanlab, zakaz berishga ham ulgurdik. Mebel va pardadan keyin xudo xohlasa bu xona to'liq bitadi. Va bolalarimiz bemalol shu xonaga ko'chib chiqishsa bo'ladi. Mani endigina kuzatishni boshlaganlar uchun ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Menda qorin, bel va biqinlarni ketkazuvchi, ozdiruvchi va tug'ruqdan keyingi osilgan qorinni tortib beruvchi korset va latinalar bor. Deyarli yarim O'zbekiston ayollari mani korset latinalarim yordamida ozishgan. Undan tashqari soch o'stiruvchi, qalinlashtiruvchi, misir yog'lari, shampunlari va spreylari ham bor. Agar ozmoqchi bo'lsangiz yoki sochlaringizni qalin va uzun qilib o'stirmoqchi bo'lsangiz, menga Telegramdan yozing. Men sizga hamma mahsulotlarim haqida to'liq ma'lumot beraman.